Bugun sizlar bilan arab tili harflari va harakatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi arab tilidagi harakatlardan boshlaymiz. Arab tilida 3 ta harakat bor. Ular fatha, kasra va zamma. Arab tilida har bitta harfni ismi bo'ladi va uni o'qilishligi bo'ladi. Za, zi, zu, az. Har doim o'qiyotgan vaqtimizda birinchi harfni o'qiymiz, undan keyin harakatlarni o'qiymiz. Bu harf yozilish jihatidan deyarli jim va h harflari bilan bir xil, faqat nuqtasi jimdaqa bitta bo'ladi va bu tepada bo'ladi. Jimda e'tibor qilgan bo'lsak, bu harfni tagida kelganida ho harfida bo'ladigan bo'lsa, bu ustida keladi. Arab til harflari shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Meni ismim Muhammad Sodiq Abbosov, Savod o'quv markazi arab tili ustoziman. Bugun sizlar bilan arab tili harflari va harakatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi arab tilidagi harakatlardan boshlaymiz. Arab tilida 3 ta harakat bor. Ular fatha, kasra va zamma. Bu harakatlarni biz o'zbek tilidagi unli tovushlarga taqqoslab o'rganib chiqsak bo'ladi. Birinchi harakatimiz fatha harakati. Bu o'qilganda a yoki o ko'rinishida o'qilinadi va bu harakatimiz har doim harfni ustida bo'ladi. Mana shu shaklda bo'ladi. Ikkinchi harakatimiz, bu harakatimizning ismi kasra bo'ladi va bu harakat harfni tagida keladi. Mana shu shaklda bo'ladi. Keyingi harakatimiz ismi zamma bo'ladi va bu harakat o'qilganda u bo'ladi va har doim harfning ustida keladi. Misol uchun mana bu harfni, nun harfini olib, uni harakatlar bilan birga o'qib ko'ramiz. Mana shu joyda nun degan so'zimga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, arab tilida har bitta harfni ismi bo'ladi va uni o'qilishligi bo'ladi. Masalan, bu harfimizning ismi nun, lekin o'qilganda n harfi bo'lib o'qilinadi. Endi agarki nun harfini ustida fatha keladigan bo'lsa, biz bu holatni na ko'rinishida o'qiymiz. Agarki ushbu harfda kasro keladigan bo'lsa, biz ni ko'rinishida o'qiymiz. Agar ustida bomma keladigan bo'lsa, biz nu ko'rinishida o'qiymiz. Odatda ba'zi endi arab tilini boshlayotgan o'quvchilarda bo'ladigan xatolardan bittasi, mana shu holatda birinchi harfni emas, balki harakatni o'qib qo'yishadi. Ya'ni hozir biz o'qigan ko'rinishlarda na, ni ko'rinishida emas, balki an, in deb o'qib qo'yishadi. Mana shu katta xatolardan bittasi bo'ladi. Ya'niki biz har doim o'qiyotgan vaqtimizda birinchi harfni o'qiymiz, undan keyin harakatlarni o'qiymiz. Endi harflarga kirishadigan bo'lsak, birinchi harfimiz ismi alif. Bu harfni ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Agar ustida fatha keladigan bo'lsa, bu harf a harfiga aylanib ketadi. Agar tagida kasra keladigan bo'lsa, bu harfni biz i ko'rinishida o'qiymiz. Xuddi shunaqa ustida zamma keladigan bo'lsa, biz bu harfni u ko'rinishida talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz ba harfi. Ya'ni bu harfni ham qolgan harflarimizdaqa ismi bor va o'qilishi bor. Ya'ni ismi ba, lekin biz o'qiganimizda b ko'rinishida o'qiymiz. Bu harfimizni ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Endi buni biz harakatlar bilan birga o'qib ko'ramiz. Xo'p, mana bu ko'rinishi ba shaklida bo'ladi. Bu holat esa bi bo'ladi va ayni shunaqa ustida zamma keladigan bo'lsa, bu shaklida bo'ladi. Endi bu harfni yana bir to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan tarafi, agar bu harfni ustida harakatlar bo'lmaydigan bo'lsa, biz b harfimizni tebratib o'qishimiz shart bo'ladi. Ya'ni qanaqa desa, ab ko'rinishida talaffuz qilamiz. Ya'ni biz ab demaymiz, ab ko'rinishida talaffuz qilishligimiz shart bo'ladi. Keyingi harfimizga o'tadigan bo'lsak, bu harf ta harfi, o'qilganda t harfi bo'lib o'qilinadi. Yozilishda b harfidan farqi, buni nuqtalari ikkita bo'ladi va faqat tepada bo'ladi. Xo'p, endi biz buni qanaqa turib talaffuz qilamiz desa, buni talaffuz qilishlik tepadagi ikkita katta tishimizni milkdan o'sgan joyiga tilimizni uchi tegishligi natijasida bu harfimiz hosil bo'ladi. Xo'p, qanaqa? Ta, ti, tu shaklida bo'ladi. Endi biz bu harfni
sukunlik, ya'niki a i u harakatlarisiz talaffuz qiladigan bo'lsak, at ko'rinishida talaffuz qilishligimiz shart bo'ladi. Nimaga desa, ya'ni biz buni at desak noto'g'ri bo'ladi. At deb turib oxiridan ho chiqarishligimiz shart bo'ladi. Nimaga desa, chunki bu harfda birinchi mahrajda yopilishlik bo'ladi. Mana shu mahrajda yopilishlik bo'lib turganda ichkaridan kelayotgan ho mana shu yopiq joyda tisarilib turadi. Keyin shu yopilishlik ochilganda bu havoyimiz katta bosim bilan chiqib ketadi va mana shunda talaffuzda at mana shu holat hosil bo'ladi. Buni bu fanni ulamolari bitta chiroyli narsa bilan misol qilishadi. Qanaqa desa, masalan, ikkita baklashka bor deyshadi. Baklashkani bittasida gazsiz suv bor, bittasida gazli suv bor deyshadi. Gazli suv bor bo'lgan baklashkada ichidagi gazi baklashkani probkasiga tisarilib turadi va o'sha probkani shunday ochadigan bo'lsak qanaqa holat bo'ladi? Ayni mana shu ish ta harfida ham sodir bo'ladi. Ya'niki biz ta harfini harakatsiz talaffuz qilganimizda at ko'rinishida talaffuz qilishligimiz shart bo'ladi. Keyingi harfimiz fa harfi. Bu harf yozilishlik jihatidan hozir o'tgan ba va ta harflarimizga rosa o'xshaydi. Faqat bunda nuqtalar soni 3 ta va tepada bo'ladi. Ushbu harfimizni biz talaffuz qilishligimiz uchun tepadagi ikkita katta tishimizni pastiga tilimizni uchini tekkazib talaffuz qilamiz va mana shu tilimizni uchi qarshimizdagi odamga ko'rinadigan holatda bo'lishligi shart bo'ladi. Qanaqa mana af desa mana shu tilimizning uchi qarshimizdagi odamga ko'rinishi shart bo'ladi. Endi bu harfni ham harakatli holatlarda talaffuz qilamiz. Fa, si, su, as ko'rinishida bo'ladi. Keyingi harfimiz bu jim harfi. Bu harfimiz o'qilganda j ko'rinishida o'qilinadi, lekin ismi jim bo'ladi. Ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Xo'p, bu harf tilimizning o'rtasi tanglagimizning o'rtasiga tegishligi natijasida hosil bo'ladi. Mana shu jihatidan, ya'niki til tepaga ko'tarilganligi sababidan bu harf o'zbek tilidagi j harfidan yo'g'onroq talaffuz bo'ladi. Xo'p. Ja, ji, ju, aj ko'rinishida talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz ha harfi. Bu yozilishi jim harfiga rosa o'xshaydi va faqat bunda nuqta bo'lmaydi. Bu o'zimizdagi yumshoq h ga o'xshaydi, lekin u harf bilan bir xil emas. Bu h harfida tovushda ozgina bo'g'ilishlik bo'ladi. Qanaqa mana qisilishlik desak yanada to'g'riroq bo'lar ekan. Mana shu holat yuzaga keladi. Xo'p, endi buni qolgan harflarimizda harakatli holatda o'qiydigan bo'lsak, ha, hi, hu, ko'rinishida bo'ladi. Endigi harfimiz ho harfi. Bu harf yozilish jihatidan deyarli jim va h harflari bilan bir xil, faqat nuqtasi jimdaqa bitta bo'ladi va bu tepada bo'ladi. Jimda e'tibor qilgan bo'lsak, bu harfni tagida kelganida ho harfida bo'ladigan bo'lsa, bu ustida keladi. Biz boya harakatlarni o'qiyotgan vaqtimizda aytdikki, fatha harakati a yoki o ko'rinishida o'qilinadi deb turib aytdik. Arab tilida 8 ta harf bor. Mana shu 8 ta harfni ustida fatha keladigan bo'lsa, ana o'sha harflarni biz a deb emas, balki o deb turib o'qiymiz va mana shu ho harfimiz ham mana shu 8 ta harfdan bittasi. Ya'niki biz buni ustida fatha keladigan bo'lsa, ha deb emas, balki ho ko'rinishida o'qiymiz. Endi bu harfni harakatli holatlarda o'qiydigan bo'lsak, ho, hi, hu, ko'rinishida bo'ladi. Keyingi harfimiz dal harfi. Harf o'qilganda d ko'rinishida o'qilinadi. Bu harfimiz ham xuddi ta harfiga o'xshab tilimizning uchi tepadagi ikkita katta tishimizni milkdan o'sgan joyiga tegishligi natijasida hosil bo'ladi. Xo'p, endi talaffuz qiladigan bo'lsak, da, di, du, ad ko'rinishida bo'ladi. Biz bu harfni ham xuddi b yoki jim harflardaqa tebratib
ya'ni harakatsiz bo'lganida tebratib o'qishligimiz shart bo'ladi. Keyingi harfimiz zal harfi. Bu harf xuddiki sa harfi bilan mahraj jihatidan bir xil, ya'ni tilimizning uchi o'sha ko'p gaplashganimiz ikkita tepadagi katta tishimizni pastiga tegishligi natijasida hosil bo'ladi. Buni endi yozilishiga keladigan bo'lsak, bu harfimiz dal harfi bilan deyarli bir xil, faqat ustida bitta nuqtasi bo'ladi xolos. Xo'p, endi talaffuz qilsak, za, zi, zu, az ko'rinishida bo'ladi. Endi ro harfiga yetib keldik. Bu harfimiz yozilishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mahrajiga keladigan bo'lsak, tilimizning uchi tepadagi milkimizga tegishligi natijasida hosil bo'ladi. Va mana shu joyda e'tibor qilishimiz shart bo'lgan narsa, tilimizni uchi tepadagi milkka tegadi, lekin uchini hamma joyi ham tegmaydi. Tilni uchini o'rtasida mana shunaqa bo'sh joy qoladi. Tilimizni mana shunaqa tepaga uchini tekkizmasligimiz va ikki yonini ya'ni uchining ikki yonini tekkizishligimiz shart bo'ladi. Tilning uchini o'rtasi tepaga tegmaydi. Va bu harf ham xuddiki xo harfidaqa ustida fatha bo'ladigan bo'lsa, a deb emas, balki o ko'rinishida o'qilinadi. Ya'ni qanaqa? Ro ko'rinishida o'qiymiz. Davomini ham o'qiydigan bo'lsak, ri, ru, ar ko'rinishida bo'ladi. Keyingi harfimiz zay harfi. Bu harfni ikkita ismi bor, za va zay. Buni yozilishiga, bu harfimizni yozilishiga keladigan bo'lsak, xuddiki ro bilan deyarli bir xil, faqat ustida bitta nuqtasi bo'ladi. Rodan farq qiladigan taraflari, ro harfini ustida fatha keladigan bo'lsa, biz uni o ko'rinishida o'qigan edik, lekin zada unaqa bo'lmaydi. Ustida fatha keladigan bo'lsa, a ko'rinishida o'qiymiz. Harakatlar bilan o'qib chiqadigan bo'lsak, za, zi, zu, az ko'rinishida bo'ladi. Endigi harfimiz sin harfi. Bu harfni yozilishi mana shu shaklda bo'ladi. Bu harf o'zimizni sin harfimizga, ya'niki s harfimizga o'xshaydi. Talaffuz qiladigan bo'lsak, sa, si, su, as ko'rinishida bo'ladi. Endi shin harfiga yetib keldik. Bu harfni ismi shin, lekin o'qilganda sh ko'rinishida bo'ladi. Bu harfimizni mahraji tilimizni o'rtasi tepadagi o'rta tanglayga ko'tarilishligi natijasida chiqadi. Jim harfi ham tilimizni o'rtasidan chiqaradi, faqat unda tilni o'rtasi tepadagi tanglayga tegardi. Shinda-chi desak, shinda tilimizni o'rtasi tepaga ko'tariladi, lekin tegmaydi. Xo'p, endi o'qiymiz. Sha, shi, shu, ash ko'rinishida bo'ladi. Endi sod harfiga yetib keldik. Sod harfi yozilishi mana shu shaklda bo'ladi va bu harfni ham ustida fatha keladigan bo'lsa, biz a deb emas, o deb turib o'qiymiz. Buni mahraji mana shu shaklda bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, buni mahrajida tilni ko'proq qismi tepadagi tanglayga qarab ko'tarilgan bo'ladi. Va mana shu sababdan bu harf yo'g'on talaffuz bo'ladi. Qanaqa desa, so ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, endi o'qiymiz. So, si, su, as. Endi dod harfiga yetib keldik. Bu harfni ajralib turadigan taraflari, bu harf arab tilidan boshqa biron bir tilda yo'q. Shu uchun ham arab tilini ba'zida lug'atu dod deb turib ataladi. Ya'niki dod tili deb turib ataladi. Ya'ni arab tilining nomlaridan bittasi shu. Endi bu harfimizning mahraji mana shu shaklda bo'ladi va bu ham ustida fatha keladigan bo'lsa, xuddi sod yoki xo harflariga o'xshab o ko'rinishida talaffuz qilinadi. Qanaqa desa, do, di, du, am ko'rinishida bo'ladi. Endigi harfimiz to harfi. Bu harfimiz t harfiga rosa o'xshaydi. Hatto mahraji bitta. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, tilimizni uchi tegadigan joy bitta va farq qiladigan tarafi toda tilni orqasi ko'tariladi.
tilni orqasi ko'tarilganligi sabab bu harfimiz ta harfidan yo'g'on talaffuz bo'ladi. Va bu harfni ham ustida fatha keladigan bo'lsa, biz a deb emas, balki o ko'rinishida o'qiymiz. Endi o'qishga kirishamiz. To, ti, tu, ato ko'rinishida bo'ladi. Endi vo harfini o'qiymiz. Bu vo harfimiz yozilish jihatidan to harfi bilan deyarli bir xil va faqat ustida bitta nuqtasi bo'ladi, xolos. Va bu harfni ham fatha holatida biz o deb turib o'qiymiz. Xo'p, ketdik, harakatlar bilan birga o'qib chiqamiz. Vo, vi, vu, av ko'rinishida bo'ladi. Endi arab tilidagi ayn harfiga yetib keldik. Bu ayn harfi halqumni o'rtasidan, ya'niki tomog'ini o'rtasidan chiqadi. Xo'p, yozilishi mana shu shaklda bo'ladi. Bu harfimizni endi talaffuz qiladigan bo'lsak, a, ay, au, a ko'rinishida bo'ladi. Keyingi harfimiz g'oyin harfi. Bu yozilish ko'rinish jihatidan ayn bilan bir xil. Faqat qolgan harflarimizdaqa bu harfimizni ham ustida bitta nuqtasi bo'ladi. Va fathalik holatida o deb turib o'qiymiz. Qanaqa? G'o, g'i, g'u, av ko'rinishida bo'ladi. Endi fa harfiga yetib keldik. Bu harfimizni ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Talaffuziga keladigan bo'lsak, bu harfimiz tepadagi ikkita katta tishimiz pastki labimizni ichki tarafiga tegishligi natijasida hosil bo'ladi. Ulamolar mana shu labni ikki qismga bo'ladi. Qanaqa desa, zohir va botinga bo'ladi. Odam og'zini yopgan vaqtda ko'rinib turadigan tarafini zohir deydi, ko'rinmaydigan tarafini botin deydi. Ayni mana shu botiniga, ya'niki ichki tarafiga tepadagi ikkita katta tishimiz tegishligi natijasida bu harfimiz hosil bo'ladi. Qanaqa? Fa, fi, fu, af ko'rinishida bo'ladi. Endi qof harfiga keldik. Bu harfimiz yozilish jihatidan f ga o'xshaydi, faqat so'z oxirida va alohida shakli mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va nuqtalarning ham soni ikkita tepada bo'ladi. Va bu harf ham fatha holatda biz a deb emas, o deb o'qiydigan harflarimizdan bittasi bo'ladi. Endi talaffuz qiladigan bo'lsak, qo, qi, qu, aqo ko'rinishida bo'ladi. Endi kaf harfiga yetib keldik. Bu harfimizni ismi kaf, lekin o'qilganda k bo'lib o'qilinadi, buni bildinglar. Ustida fatha keladigan bo'lsa, biz bu harfni o deb emas, a deb turib o'qiymiz. Endi o'qiydigan bo'lsak, ka, ki, ku, ak ko'rinishida bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, biz t harfini harakatsiz holatini gaplashganimizda at deb turib oxirida mana bunaqa havo chiqishi kerak deb turib aytgan edik. Ayni shu holat kaf harfini ham sukunlik, ya'niki harakatsiz bo'lgan holatida hosil bo'ladi. Ya'ni ak ko'rinishida talaffuz qilamiz. Endi lam harfiga yetib keldik. Ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. O'qiydigan bo'lsak, la, li, lu, al bo'ladi. Keyingi harfimiz mim harfi. Ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Bu o'zimizni mim m harfimizga rosa o'xshaydi. Faqat bunda burundan g'unna chiqishligi shart bo'ladi. G'unna qanaqa deb turib aytadigan bo'lsak, g'unna nun va mim harflarda bo'ladi. Bu g'ung'illagan tovush bo'ladi. Bu ikkala harfda, masalan, qanaqa desa, mana an desak, mana shu g'ung'illagan tovushni g'unna deydi. Va buni chiqishlik joyi burun bo'ladi. Aynan mana shu sifat mim harfida bo'ladi. Ya'ni biz mim harfini talaffuz qilayotganimizda mana shu g'unna o'zini joyida chiqishligi shart bo'ladi. Endi o'qiydigan bo'lsak, ma, mi, mu, am shaklida bo'ladi. Endigi harfimiz nun harfi. O'qiganimizda na deb turib o'qiymiz.
yozilishlik ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. O'qisak na, ni, nu, an ko'rinishida bo'ladi. Endi ha harfiga yetib keldik. Bu harfimiz halqumni eng tubidan, ya'niki tomog'ini eng tagidan mana shu joydan chiqadi. Endi shu joyda aytib ketadigan bo'lsak, halqumni tubi deganda ko'pchilik mana bu yelkani oldidagi joyni tushunib qoladi. Yo'q, bu yoq halqumni tubi bo'lmaydi. Halqumni tubi mana shu joy bo'ladi. Mana shu joyimizdan ha harfi chiqadi. Talaffuzi qanaqa desa, ha, hi, hu, ah ko'rinishida bo'ladi. Endi vav harfiga yetib keldik. Bu harfni ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Biz bu harfni talaffuz qilayotganimizda labimizni oldinga cho'chchaytirishligimiz va tilimizni orqasini ko'tarishligimiz shart bo'ladi. Mana shu holat bilan bu o'zbek tilidagi va harfidan talaffuzda farq qiladi. O'qiydigan bo'lsak, va, vi, vu, au shaklida bo'ladi. Endi arab tilidagi eng oxirgi harfga yetib keldik. Bu harf ya harfi. O'qiydigan bo'lsak, ya, yi, yu, ay shaklida bo'ladi. Arab til harflari shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarimizda har bitta harfga alohida to'xtalib o'tamiz. Agarda arab tilini offlayn tarzda noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Savod o'quv markaziga tashrif buyuring.